Bu tovarni sotib uzumdan necha pul topsa bo'ladi? Qani, ketdik. Ushbu hayati atirimiz 134 mingdan uzumda 600 dona sotilgan ekan. Mijozlarning fikrlari esa ajoyib. Ana endi keling, bu mahsulotimiz 134 ming so'mdan olamiz. Uzumning komissiya va logistika xarajatlarini, ya'ni 39 ming so'm 500 so'mdan olib tashlaymiz. Bundan qolgan 94 ming 500 so'mdan mahsulot tan narxi, ya'ni 25 ming so'mdan olib tashlaydigan bo'lsak, bunda 69 ming 500 so'm qoladi. Buni 600 ga sotilgan mahsulotga ko'paytiradigan bo'lsak, chiste foyda 41 million 700 ming so'mni tashkil etadi do'stlar. Siz ham shunday daromad istagida bo'lsangiz, unda pastdagi ilovalar orqali ma'lumotlaringizni qoldiring va biz mutaxassislar siz bilan bog'lanishadi. Income Business maktabi 0 dan 100 gacha o'rgatamiz. Hoziroq ma'lumotlaringizni qoldiring va bizning Telegram guruhimizga obuna bo'lib qo'ying. Telegram guruhimizda men sizlarga 3 ta tekin darslik tayyorlab qo'yganman. Kommentariyada plus yoki bepul dars so'zini yozib qoldirsangiz, o'zi marketda 0 dan biznes qanday qilish kerakligini o'rganib olasiz.